Jasadimizni dorisi uchun 12 oy yiliga yugurib kelamiz. Issig'im oshib ketibdi deb turib limon choy ichamiz. Davlan ham tushib ketib deb turib qo'y go'sht oshiymiz. Xullas doim qarasa shu jasadimizni tarbiyasi bilan olib boramiz. Shundaymi? Mana ovqat yoqmabdi, mana ovqat yoqibdi, xullas shunaqa. Lekin qalbni davosi bilan, qalbni dorisi bilan hamma ham bir qiziqavermaydi. Insonning jasadi og'riydi, sezadi. Biror a'zosi ishlamay qoladi, buni payqaydi. Xuddi shunga o'xshaganda insonning qalbi ham kasal bo'ladi. Faqat inson biladimi bu qalbi kasal bo'lganini? Insonning qalbi o'ladi. Faqat bu o'lik qalb egasi qalbini o'lganligini sezarmikin? Mana birodarlar, saratonda mavsumiy bir dorilar bor. Nima edi ular? Optoda zagar qilish, qumga borish, tuproq kechish, yana cho'milish, badan chimirtirish. Bu saratondagi dori bu. Endi chillada qanaqa dori bor jasad uchun? Yana suvga sho'ng'ish. Mana endi Ramazonda ham birodarlar qalbimizni davolaydigan bir mavsum ekanligini bilib qo'yaylik. Mana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadis uzat aytadilar: "Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu." Ogoh bo'linglar, insonning jasadida bir parcha go'sht bor. Agar shu go'sht tuzalsa, butun jasad tuzaladi. Agar shu bir parcha go'sht tuzalsa, butun jasad tuzaladi. Ko'z ham tuzaladi zinodan, harom harishdan, til ham tuzaladi, quloq ham tuzaladi, butun jasad tuzaladi. Agar shu bir parcha go'sht tuzalsa. Agar mana shu jasaddagi bir parcha go'sht buzilsa, butun jasad buziladi. Ala va hiyal qalb. Ogoh bo'linglar, bu bir parcha go'sht qalb. Mana birodarlar, Ramazon oyi mana shu qalbni tuzatishligini mavsumi, sezoni. Qaysi qachon xufton namozda buncha odam yig'iladi? Insof qilaylik-da. Bu oyda hatto namoz o'qimaydigan akalarimiz ham Alloh rozi bo'lsin, masjid ostonasini oxlab kirib keladi. Rahmat. Ulamolar aytadi, qalbni tuzalishligini 5 ta dorisi bor. Birinchisi Qur'on tilovati. Bormi Ramazonda? Hozir nima qilyapmiz? Aytinglar, nima qilyapmiz? Qur'on tilovatida turibmizmi? Bora. Ikkinchisi kamroq ovqat yeyish. Bormi shu narsa? Bormi shu narsa? Biz oshqozonlar Ramazon chiqsa quvnaydi, birodarlar. Xudoga shukr tugadi-ya. Chunki biz qiynab tashlaymiz. Ozroq ovqat yeyishlik kerak, birodarlar. Hozir o'zi saharlik bilan iftorlik bitta olyapti, rozimisizlar? Deyarli ishtahangiz ochguncha saharlik vaqti bo'lyapti, duo qilyapsiz, tugayapti. Ikkinchi dorisi kamroq ovqat yeyishlik. Bu ham bor, hammada bo'lmasa ham. Uchinchisi qiyomul laylda turishlik dedi ulamolar. Chunki insonning nafsi uchun eng og'ir bo'lgan narsa va qalbni tarbiyasi uchun eng bir kuchli sanalgan qurol bu qiyomul layl. Turibmizmi qiyomul laylda? 3 ta dorisini qilyapmiz. To'rtinchisi saharlarda tavba tazarru qilishlik. Saharlikka turib bir marta astag'firulloh desak, Parvardigor gunohimni kechir desak, niyat qilyapti, duo qilsak, istig'formi? Alloh taolo o'zining solih bandalarini maqtar ekan, va bil asharihum yastaghfirun. U mening solih bandalarim saharlarda istig'for aytadilar. Bormi bu ham? Bor. 5-inchisi solih kishilarning suhbatida bo'lish. Yaxshi odamlar bilan birga bo'lish. Bu yerda bari yaxshi odamlar turibdi. Shunda iymon qilamiz. Chunki yaxshi odamlar roza tutadi, birodarlar. Yana u yaxshi tutgan roza tutganlarda ichidagi yana ham yaxshiroqlari xatmiga kelib qatnashadi-da. Endi eng zo'rlari vitrda ham jamoat bilan birga o'qib ketadi. Tark qo'ymalar shu vojibda. Tushunarliga? Beshalasi ham bor, qaytaramiz. Birinchisi qalb tuzatishlik uchun Qur'on tilovati. Ikkinchisini aytinglar, kamroq ovqat yeyish. Uchinchisi qiyomul laylda turish. To'rtinchisi saharlarda tavba tazarru istig'for aytishlik. Beshinchisi solih kishilarning suhbatida o'tirishlik.
Imom Navoiy mana shu 5 ta doriga 6-sini qo'shib aytadi. Men bittasini qo'shib qo'yaman deydi. Halol luqma deydi. Chunki bu 5alasini qilsak-ku, agar yeyotgan luqmamiz halol bo'lmasa, harom yeyotgan bo'lsak, birorta duoyimiz ijobat bo'lmaydi, birorta amalimiz qabul bo'lmaydi. Ro'zamiz ham, namozimiz ham o'tmaydi. Chunki insonning jasadi agar harom luqma bilan semirsa, jahannamga loyiq bo'ladi bunday jasad. Shunaliga mana endi hozirgi Ramazon birodarlar shunday mavsum ekanki, ayni qalbni tarbiya qilib olishi mumkin. Qalbni tuzatib olishi mumkin. Mana shu fursatda o'zimizga g'animat deb bilaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning tilidan 30 ta qissa. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan bu hadis muttafaqun alayh. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kana rajulun yusrifu ala nafsihi, falamma khabarahu al-maut qala li banihi idha ana mittu fahriquni thumma tahununi thumma dharuni fi ar-rih fawallahi la in qadara alayya rabbi la yu'adhibannani 'adaban ma 'adhabahu ahadan." Bir kishi dedi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda ko'p gunoh qilishlik bilan o'zini nafsiga isrof qilar edi. Ko'p gunoh qilardi, isrof qilib tashagan edi o'zini. O'lim soatlari yaqin bo'lgan paytda bu kishi o'zining farzandlariga qarab, agar men o'lsam, meni kuydiringlar. So'ngra maydalaylar. Kulimni shamolga sochib yuboringlar. Chunki agar Alloh taolo meni tiriltirsa, hech kimni azoblamagan azob bilan azoblaydi. Gunoh shuncha ko'p, kulini shunday shamolga sochib yuborishligini ba'zi hadislarda dengizga olib uloqtiringlar deydi. Falamma mata fu'ila bihi zalik. Payg'ambarimiz aytadilar, ana shu kishi vafot etganidan keyin u aytgan ishini qilishdi. Farzandlari kuydirishdi, kulini shamolga sochishdi. فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم. Alloh subhanahu va taolo yerga ichingdagi undan bo'lgan narsani jamladi. Yer jamladi. Va u butun inson suratida yana qoyim bo'ldi. Faqala ma hamalaka ala ma sana'ta. Bu ishni qilishga seni nima majbur qildi? Nimaga bunday qilding? Qala ya Robbi khashiyatuka. Fag'afaralah. Parvardigor sendan bo'lgan qo'rquv meni shunday qilishga majbur qildi. Bas Alloh uni mana shu qo'rquv uchun kechirdi. Hadisdan olinadigan xulosalar. Har qanday gunoh ko'p bo'lmasin, har qancha bir katta bo'lmasin, modomiki shirk emasmi? Inson tavba qilar ekanmi? Allohning rahmatidan noumid bo'lmasligi kerak. Shayton insonni doim mana shu Alloh taoloning rahmatidan noumid qilishlikka harakat qiladi. Alloh taolo aytadi: "Va lanabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat va bashshiris sabirin." Va albatta sizlarni xavf va xatar, ochlik, mol va jon va meva-chevalarni kamaytirish kabi narsalar bilan imtihon qilamiz. Xavf va xatar keladi. Inson noumid bo'lmasligi kerak Allohning rahmatidan. Tushkunlikka tushmaydi mo'min odam. Moli dunyosi ketib qoladi. Tushkunlikka tushmaslik kerak. Meva-chevada tirikchiligida qiyin bo'lib ketadi. Tushkunlikka tushmaslik kerak. Allohning rahmatidan noumid bo'lgan odam o'zini o'zi ostib oladi ozgina qarz bo'lib qolsa. Alloh taolo aytadi yana siz bilan bizga: "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Ey Muhammad, mening o'z jonlariga jinoyat qilgan bandalarimga ayting. Ya'ni gunohni isrof qilgan, umrini isrof qilgan, yoshligini isrof qilgan bandalarimga ayting, Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Qarang, boyagi kishi baribir meni Alloh kechirmaydi, tiriltiradigan bo'lsa ham juda qattiq azoblaydi deb turib, kuydirib, kulimni ko'kka sovringlar dedi. Hatto mana shu bandani ham Alloh taolo nima qildi? Kechirdi. Gunohini bitta qilgan emas, ikkita qilgan emas, isrof qilgan gunohni. Endi bu gunohni isrof qilgan banda Allohning rahmatidan noumid bo'lishligi noto'g'ri ish bo'lsa, qanday qilib biz noumid bo'lishimiz kerak? Biz umid qilamiz Alloh taoloning rahmatidan. Bu kishi keyingi oladigan xulosamiz, bu qilgan ishi bilan Allohning hukmidan, Alloh taolodan qochmoqchi bo'ldi. Qayoqqa qochadi?
Allohdan qayoqqa qochsa bo'ladi? Allohning o'ziga. Alloh taolodan qochishlik yana Alloh taoloning o'ziga bo'ladi, tavba tazarru bilan. Tushunarlimi? Hadisda zikr qilingan odamlar ish qilmaslik kerak. Ammo Alloh taolo seni yo'qdan bor qilgan, kulingni yig'ib qaytadan tikka qilib qo'ya olmaydimi? Hisob kitob qila olmaydimi? Uchinchidan, otalarni johilona odatlari, johilliklari, adashganliklari farzandlarga o'tib borar ekan. Otam rahmali shunaqa qilardi deb qo'yadi. Otang rahmali bilamidi o'zi bu narsani to'g'ri-noto'g'riligini? Bizning dadamiz shunaqa qilib kelgan. Ota solih bo'lsa, solih odatlar o'tadi bolaga. Agar fosiq bo'lsa, fosiq odatlar o'tadi bolaga. Qilmaysan deydi. Biz uyda hatmi Qur'on qilmaysan deydi. Ota men dadam ham qilmagan, men ham qilmayman. Buni sen ham qilmaysan deydi. Demak, otalar bolalarga nimani o'rgatayotganimizni qaraylik. Biz nima bo'lsak, bolalarimiz xuddi shu narsa bo'ladi. Deyapmi? Ichkasini. Nima alomati bu? Amakisidan yoki otasidan shu tamakini tortayotganini ko'rgan yoki piyalani mushtirib ichyaptimi ukasi bilan? Piyalaga. Nima alomati? Kattalardan ko'rgan. Demak, otalardan farzandlarga otalarning to'g'rimi, noto'g'rimi odatlarini nima qilar ekan? O'tar ekan. Alloh taolo 4-dan Alloh taolo tiriltirishga qodir zot. Chunki yerga sening ichingdagi undan bo'lgan narsani nima qildi dedi? Jamladi. Ha man yuhil izoma va hiya ramim dedi Utba ibn Robiya payg'ambarimizga keldi. Tuproq bir odamni suyagini olib, chirigan suyagini olib, mayda-mayda qilib uqalib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak yuziga otdi. Man yuhil izoma va hiya kim bu suya chirib yo'q turpoq olib ketgandan keyin, kul olib ketgandan keyin tiriltiradi dedi. Ha, boshida yo'q narsadan bor qilgan zot qaytadan nima qiladi? Yaratib qo'yadi. Siz bilan bizni gunoh ma'siyat qilishdan nima to'sadi? Xuddi shu narsa to'sadi. Xuddi shu narsaga bo'lgan iymon to'sadi. Chunki ertaga Alloh bizni tikka qilib qo'yib nima qiladi? So'roq savol qiladi. Ha, Alloh bor senga ham deb qo'yasiz-ku va mana shu gapingiz qalbingizga taskin beradi. Ha, senga ham Alloh bor deb qo'yasiz. Badi'us samawati val ard va idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. U yer va osmonlarni paydo qilguvchidir. Biron ishni hukm qilsa, unga faqatgina bo'l deydi, bas u ish bo'ladi. Alloh taoloning rahmati birodarlar, Alloh taoloning rahmati azobidan o'zib ketgan. Imom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadisni o'qiymiz va nihoyasimiz darsimizga. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Inna Alloha kataba kitaban qabla an yakhluqa al-khalq. Inna rahmati sabaqat ghadabi, fa huwa maktubun 'indahu fawqa al-arsh." Diqqat qilamiz. Alloh taolo mahluqotlarini hali yaratmasidan avval mening rahmatim g'azabimdan o'zib ketgan deb arshiga yozib qo'ygan deyapti payg'ambarimiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotini qarasak, ummatiga faqatgina rahmatni, yengillikni, islomni olib kelgan. Bilib qo'yinglar ukalar. Shiddat qilyapmizmi? Shu ushlagan narsamiz bilan qavmning ichida ajralib qolyapmizmi? Bizdan odamlar bezib qochyaptimi? Biz odamlarning boshini bir qilishni o'rniga bo'linishligiga sabab bo'lyapmizmi? Odamlarning ichida turganimizda hammasiga nisbatan opozitsiyada turibmizmi? Demak, biz dinni tushunmayapmiz. Odamlarning hidoyatga tortishlikning o'rniga odamlar sizdan qochib bezib turibdi. Mana shunaqa bo'lmagan bolam deydi. Onandaqa bo'l deydi. Tushunarlimi birodarlar? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam inshaalloh ertaga jumada kelsalar eshitasizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biror banda, musulmon odam gunoh ish qilsa, shuni had qo'llashlikni iloji boricha chetga surgan ekan. Ajib hadislar. Oranglarda biror hadga loyiq ish qilsa, gunohga yarasha jazolanishlikka, kesishlikmi, toshbo'ronmi, qatl iloji boricha afv qilib yopib qo'yinglar. Chunki meni oldimga kelsa, jazoni qo'llashlik vojib bo'lib qoladi, deyapti. Ya Rasululloh, zino qildim deb keldi bir ayol.
Achchiqlar toshbo'ron qilar dedim. Yo'q. Zino qilmagandirsan. Bir ungacha bo'lgan ish qilgandirsan. Yo'q, zino qildim dedi. Ayol kishi. Qalam siyohdonga tushganda tushdimi dedi. Tushdi dedi. Bor, homila bor yo'qligini bilib kel dedi. Tanib turibdi. Qarang, jazoga aniq, lekin payg'ambarimiz rahmat qilyaptiki, shu istig'forasi qolib kelsin, Alloh taolo yopsa oxiratda Alloh taolo buni hisob-kitob qilmaydi. Alloh taolo yopib qo'ygan ishni qiyomatda ochmaydi. Keldi, Rasululloh homilalar bo'lib qolgan dedi. Bor, tuqqich yurib kel dedi. Bizdami? Biz hali isbotlanmasdan turib, eshitsangiz, bu fasiq, u munofiq, u 200lamachi, ular mana qiladi, ular keldi. Bor, tuxunincha yurib keldi. Tug'ib qaytib keldi. Qo'lida bolasi bor. Bor, sutdan chiqishi yurib keldi. Payg'ambarimiz jazoda qo'llashida nima qilyapti? Chetga cho'zyapti, suryapti, shu kemi istig'forasini toshbo'ron qilib, oxiri bolasi non yeydigan bo'lganda yetalab keldi. Payg'ambarimiz aytgan chiqib toshbo'ron qilinglar dedi. Bizda shu rahmat bormi? Shuning uchun birodarlar, biz dinni ushadik deb, musulmonchilikka amal qilyapmiz deb, ilm o'qiyapmiz deb, bo'linishga sabab bo'layotgan bo'lsak, juda katta qattiq noto'g'ri ish qilyapmiz. So'zimning nihoyasi Imom Shofiy yoki Imom Molikning gapi. Hozir ikkalasidan bittasini gapi, lekin aniq shu imom mazhab boshlaridan bittasini gapi. Bir mazhab hukmron bo'lib turgan yurtga boshqa mazhabning fatvosini olib kelib aytishlik juda katta xato degan ekan. Qaytaraman, yaxshiroq tushunib olinglar, hazm qilib olinglar. Biz yurtda Imom Azam Hanafiy mazhabi hukm surib turibdi 1000 yillardan beri. Bir mazhab bilan yashayotgan yurtga boshqa yurtning mazhabini, fatvosini olib kelib aytishlik katta xato degan ekan mazhab boshliqlari. Imom Shofiy rahmatullohi alayh Kufaga kelganida Imom Azamning masjidiga kirib turib, Shofiy mazhabi bo'yicha emas, Hanafiy mazhabi bo'yicha namoz o'qiganda, qarang, mazhab boshchisi. Ustoz, mazhabingizni almashtirdingizmi deb so'rashdi. Imom Shofiy rahmatullohi alayh yo'q dedi. Mana bu maqomning egasiga bo'lgan hurmat yuzasidan shu kishining mazhabi bo'yicha namoz o'qidim dedi. Birodarlar, boshqa yurtning fatvosini olib kelib aytib edi, fitna qilayotgan. Aytinglarchi, Imom Shofiydan bilimdormisizlar? Biz bu gaplarni-chi, yana qaytarib aytaman. Mazhab kerakmi, kerak emasmi deb ikkilanayotgan odamlarga aytayapmiz. Mazhab kerak emas deyotganlarga bunaqa gap yo'q. Bularni ta'lab tashaga olib qo'yiladi. Bularga gapirgan vaqtimiz ham yo'q, toqatimiz ham yo'q. Faqat ikkilanib ganiyotgan imkonlarimiz bo'lsa, bilib qo'yinglar shu narsani. Qur'onda ba'zi oyatlarni o'qib turib dahshatga tushasiz. Bala qodirina ala an nusawwiya banana. Biz sizlarni o'lib, chirib turpoq bo'lib ketganlardan keyin qayta tiriltiramiz desak, ishonmayapsizlarmi dedi Alloh. Sizlarni tiritilishlik emas, faqatgina tiriltirib qo'yish emas, barmog'inglarning uchidagi izinglarni ham o'zi o'rni gap kelib qo'yamiz dedi. 19-asrning ikkinchi yarmida kriminalistika fani rivojlangandan keyin aniqlandi, odamning barmog'inizni bir-biriga o'xshamasligi. 1,5 yil burun bunaqa bir diqqat qayerdan aytilindi? Bunaqa puxtalik qachon aytildi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'qishni, yozishni bilmagan bo'lsa, ha, demak bu Allohning kitobi ekan degan Qur'onga bo'lgan muhabbatingiz yana oshadi. Shundaymi? Sizni qalbingiz yumshab, dahshatga tushyapti Allohdan qo'rquvdan. Yana bitta odamga baribir o'tiribdi. Marajal bahrayni yaltaqiyan baynahuma barzahun la yabghiyan. Ikkita suv keladi, biri shirin, biri sho'r, urushadi, lekin o'rtasida ko'rinmaydigan to'siq bor, aralashmaydi. Hatto shu g'arb olamidagi katta bir dengizchi olim buni ko'rib iymon keltirib olibdi. Xuddi shu oyatda bittasi yo'q odamga o'qib bersangiz, unga temperaturasi ko'tarilmaydi ham, tushmaydi ham. Unga baribir. Nimaga bu kitob hammaga bir xil ta'sir qilmayapti? Aytasizda, "Va, shu mo'jizani odamlar ko'rsa nima bo'lar ekan? Hammasi iymon yo'q akalar. Alloh hidoyat qilganlar iymon keltiradi." Bu kitobda Alloh taolo aytayaptiki, bu shunday kitobki, shubha yo'q buning ichida va taqvodorlar uchun hidoyat deydi. Boya aytdim sizlarga. Tabibni talablarini bajarasiz, dorini iste'mol qilishidan burungi aytgan talablarni bajarasiz, ini dori kor qiladi. Alloh taolo aytayapti, "Hudan lil muttaqin." Bu kitob hammaga emas, taqvodorlarga chiroyli yo'lni ko'rsatadi deydi. Kim Qur'ondan to'g'ri yo'lda o'rganib yashaydi?
Kim Qur'on bilan chiroyli bir hayotini bir bezaydi? Muttaqinlar deydi. Demak, hammaga u oyatni o'qib bersangiz ham siz ta'sirlanganiga ta'sirlana olmas ekan. Agar u kishida taqvo degan sifat bo'lmasa. Bu oyatlarda Qur'oni Karimda birinchi o'rinda keltirilganligi, mana kitob tartib qilinganda Baqara surasi birinchi kelishligi va xususan mana shu Qur'ondagi eng katta sura bo'lgan Baqara surasidagi birinchi mana shu 5 yoki 6 ta oyatni nimaga birinchi o'rinda kelganligini bir fahm qilaylik. Bu kitobni o'qishdan avval deyapti, insonlar qaranglar. Bu kitob sizlarga asqatishini xohlasanglar, hayotingizda tuzatishini xohlasanglar, avval sizlarda 1, 2, 3 sifat bo'lish kerak. Ine kitob sizlarga asqatadi deyapti. Alloh Qur'onda manaqa degan, Alloh Qur'onda manaqa degan desangiz, bir odam buni tasdiqlamayapti. Nima deyapti? Shunday mazmunda oyatlar borki, sutxo'rlikni kasb qilgan odamlar o'zlariga Alloh va Rasulidan urushni halol qilyapti deydi. Musulmon odam biladiki, sutxo'rlikka qo'l urgan odam, bergan ham, olgan ham xor bo'ladi. U aniq xor bo'lishligi, ikkilanmaydi, shunday emasmi? Endi xuddi shu oyatda ana shu deylik kitobga iymon keltirmayotgan yoki qalbi Alloh tomonga yotmagan odamga gapirsangiz, xoromayapti, normal yuribdi deydi. Falonchi, po'kinchi deydi, yegani oldida yemagani. Lekin ishtonning ichidan nima o'tayotganini o'zi biladi. Alloh va Rasulidan urushni o'ziga halol qilyapti deganda, boyaga aytgan Qur'on ta'sir qilayotgan odam tiyiladi bu ishdan. Boshqa odamlar u o'zi bilyapti hali sutxo'r hayot qana ketyapti. Alloh xor qilaman dedimi? Biz uni istamaymiz, qancha xor qilar ekan. U xor bo'lgani o'sha o'zi. Mana taqvodorlar uchun hidoyat deyapti Alloh taolo. Mana endi taqvodorlarning kimligini gaplashamiz. Inshaalloh 20 daqiqada shu masalalarga qilamiz. Hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'oyb. Davom etkizinglar. Yuqimuna as-solah, chunsi va mimma razaqnahum yunfiqun. Zakat emas. 3 ta sifat egalarini Alloh taolo muttaqinlar deyapti. Yana aytayapmiz, issiq suv, oyog'ingizni sovuq suvda yuvmaysiz, cho'milmaysiz deyapti. Shu sifatlarni bajarsa, shu tarafda bajarsa, dori kor qiladi. Agar Qur'on bizga to'g'ri yo'l ko'rsatishini xohlasanglar, birodarlar, mana shu 3 ta sifat bo'lishi shart bizda. 3 ta elami. Ozu. O'zi shu birinchisini qoyim qilib olsak, birodarlar, o'zi yer yuzida bizdan baxtli odam bo'lmaydi. G'aybga ishonsa deyapti. Namoz o'qisa deyapti. Faqat o'qisa emas, qoyim qilsa deyapti. O'qish bilan qoyim qilish farqi bor. Bizda namoz Alloh taolo o'qinglar sollu degan emas, aqimu degan, qoyim qilinglar degan. Bu degani namoz nimani talab qilsa sizlardan shuni bajaringlar. Qalbinglar bilan, ruhinglar bilan, jasadinglar bilan o'qinglar deyapti. Faqat bu yotib turishlik namoz emas. Biz namoz o'qiymiz birodarlar, ko'pchiligimiz. Qoyim qiladiganlar va Alloh rahmat qilgan bandalar ular. Biz Alloh akbar deganda esimizga keladi haqlarimiz, mushkullarimiz, problemalar, yechimlari Alloh akbar deganda Rasululloh nima deganlar? Namoz oxiratdan, namozga kelsang dunyodan chiqasan degan. Uchinchisi, rizq qilib bergan narsalarimizdan nima qiladi odamlarga? Infoq ihson qiladi. 3 ta sifat qarang. G'aybga ishonadi, namozda o'qiydi, qoyim qiladi va rizq qilib bergan narsa infoq ihson qiladi. 3 ga bo'linyapti shu 3 ta sifat. Birinchisi qalb bilan bo'ladi. G'aybga ishonish. Ikkinchisi jasad va qalb bilan bo'ladi. To'ki jasad bilan bo'lsa ham bo'lmaydi. Uchinchisi pul bilan bo'ladi. Shu endi inson qalb, jasad, mol ekanda. Shu 3 ta sifat insonda qoyim bo'lsa, shu 3 ta sifat inson o'zida mukammal mujassamlashtirgan bo'lsa, jamlagan bo'lsa, albatta bu Qur'on nima qilar ekan? Unga yo'l ko'rsatar ekan. Masalalarda eshityapmiz, hammamiz bir xil ta'sirlanmayapmiz. Ehtimol bir xil ta'sirlanayotgandirmiz. Men nima qilib o'tiramiz u? Hammamiz. Lekin ko'chaga chiqqanda, burg'ulab turganda, boshimizdan bitta suv quyilganda, boyagidek eshitmaganda yuribmiz. Nimaga hayotga olib kira olmayapmiz bu Qur'onning oyatlarini deganda, mana 3 ta sifat bo'lmayapti bizda. Qur'on oyatlari bizga yo'l ko'rsatishligi uchun birinchisi g'aybga ishonishimiz kerak. G'ayb nima? G'ayb bu insonning ko'zi ko'rmaydigan narsalar. Farishtalar, mana iymonning shartlarini aytaylik. Amantu billahi.
va malaikatihi, kutubihi, rusulihi val yawmil akhir. Sharih minallohi ta'ala val xo'p. Mana 7 ta sharti bor. Shu 7 tasiga mukammal inson qalbi bilan iymon keltirib olgan bo'lsa, bu nima bu? Iymonli mo'min deyiladi. Xo'p, qarab turinglar. Shuni maydalaymiz. Allohga iymon keltirdik. Shundaymi? Hech kimda shak-shubha yo'q. Ko'rmagan narsasiga ishonishlik bu mo'minlikning belgisi, insonlikning belgisi. Bir shuni bir tuzumda yashab ko'rdik. Otalar. O'qituvchi maktabda ruchkani ko'rsatib aytayapti. Bolalar deyapti. Ruchkani ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapmiz. Ruchka bor. Doskani ko'ryapsizlarmi? Doska bor. Melni ko'ryapsizlarmi? Bor. Allohni ko'ryapsizlarmi? Bir paytlar islomga shu bir dushmanlik bo'lganki, musulmonning og'ziga shunday svarka qilib yorib turib yomonlavergan. Deyishlikka hol berilmagan. O'zini himoya qilishlikka oyoq-qo'lini bog'lab qo'yib turib operatsiya qilib qo'ygan. O'shunda Alloh taolo bir insonni bir bolachani qalbiga shu solgan ekanki, bo'lgan ish ekan. Turgan ekanda bolalar ruchkani ko'ryapsizlarmi degan ekan bola. Ha, ruchka bor. Doskani ko'ryapsizlarmi bolalar? Ha, doska bor. Melni ko'ryapsizlarmi? Ha. Domlani ko'ryapsizlarmi? Domlani ko'ryapmiz. Domlani aqlini ko'ryapsizlarmi degan ekan. Ya'ni oddiy sodda mantiq bilan bu tushunchani noto'g'riligini isbotlab bergan ekan. Hayvon u. Itga ko'chada turgan mishqimday xo'mrib, g'udrasa tushunmaydi u. Turaveradi qarab. U nimaga ishonadi? Bunday engishib turib tosh tomoqchi bo'lgan paytida qochadi. U ko'rgan narsasiga ishonadi. Insonda hayvondan ajratadigan narsasi aqli bilan ko'rmagan narsani ham topib ishonishligida emasmi? 224 sim ochib turibdi. Qo'g'as bo'lmasligi ham mumkin to'kunda. Bo'lishi ham mumkin, lekin nima qilasiz? Qo'rqasiz. Ko'zni ko'rmagan odam ishonmasdan yo'q to'g'risida kelinglar boshiga salomon paket kiyizib matn chigib qo'yaylik. Ko'zi ko'rmayotgan havoda borligini havo to'xtab qolganda his qilsin. Bu endi siyqa chiqib ketgan mavzu. Allohga ishondik ko'rmasdan. Farishtalarga ishondik, qiyomat kuni ishondik, qayta tirilishga ishondik. Kitoblarga ham ishondik, ham bitta joy, nozil joy qo'yganmizda. Yaxshilik ham, yomonlik ham shu yerda oqsaymiz birodarlar. Hammamiz deyapti. Sen bilan bormaganimda balonim o'g'irlab ketmas edi. O'sha masjidga bormaganimda laboyimni sindirmas edi. Birodarlar, laboyingizni shinsini taqdir qilgan bo'lsa, garajingizda lampochka tushib ketib ham sindirib qo'yaveradi. To'g'rimi? Mana shu joyda juda ko'pchiligimiz oqsaymiz. O'shuning uchun bor yo'q Alloh taolo deyapti. Qur'on degan kitob sizlarga yo'l ko'rsatish uchun 3 ta sifat bo'lish kerak sizlar deyapti. Iymon, namoz, ihson. O'zi iymonda qarasiz bitta tochkasida qancha bir qiynalib ketyapmiz. Agar ana qilganimda mana bo'lardi. O'sha mahalda sotib olish kerak edi. Birodarlar, Alloh saqlasin. Bu iymonimizga putur yetkazib qo'yadigan narsalardan. Yaxshi ham mana qilganim, bo'lmasa ana bo'lardi. Qadarallohu ma dasha thumma fa'al. Alloh o'zi xohlagan narsani taqdir qilib yozib qo'ydi, so'ngra shu narsa nima bo'ldi? Bo'ldi. Agar mana shu iymonda aytilgan 7 ta shartdan bittasini zo'r qalbimizga joylab olsak, u qimmatlasa ham xotirjam yashaymiz birodarlar. Endi nima bo'lar ekan? Alloh aytgani bo'ladi. Burun ham Alloh aytgani bo'lgan, bir mahalla benzin 3 so'm bo'lganda mashinalar yurmay qo'ygan, akalar eslasanglar. 25 so'm bo'lsa ham yuryaptimi? Ha? Otasi o'lib qolsa, yetimlar ochlikdan o'lib qirilib ketmayaptimi? Rizqi bor ekan, yashayaptimi? Pritom normalni yashayapti, otasi o'tib ketgandan keyin. U 1,5 mingga chiqar ekan. Demak, Alloh sizga shu 1,5 minglik pulni beradi. Rizqingiz bormi? Tiraysiz? Demak, rizqingiz bor. O'shuni tushuntirasiz. Rizq xususida inshaalloh bir 3-4 kunlardan keyin xossatan mana shu rizqqa taalluqli bo'lgan bir qancha bir 8 ta yoki 10 ta vaqt bir majlisda oladigan bir darslarimiz bor. Xossatan rizq xususida, baraka xususida, xotirjamlik xususida. Bu nihoyatda bir dolzarb mavzu. Hozir boshlamayotganimiz sababi
odamlar birinchiga ko'payib, ko'proq odam foydalansin degan niyatda oq ichida surib turibmiz. Inshaalloh juda chiroyli darslar. Yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan. Agar shuni aniq ishonib olsak, birodarlar, xotirjamlik degan narsa iniy bo'ladi. Pul bilan bo'lmaydi, amal bilan, salomatlik bilan bo'lmaydi. Xotirjamlik degan narsa yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan degandan keyin bo'ladi. Shundaymi? Demak, mana shu mavzuda gapirsa 10 soat gapirsa bo'ladi, Alloh alam. Lekin bugun ana shu 20 minut dedik. Iymon deganda Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, qiyomat kuniga, yaxshilik ham yomonliklarga qayta tilishga. Shu 7 ta shartda hammasiga zo'r iymon ketaversa, o'sha hayot zo'r bo'lib qoladi. 7 xil rangda ko'rinadi hayotning rangi, kamalak rangi.